Ilohim, yo'llaring bexatar bo'lsin. Oy borib omon qaytgan. Ilohim, yo'llaringda dushmanlaring bo'lmasin, yo'llaring ochiq bo'lsin. Ilohim, dushmanlarning ko'zi ko'r bo'lsin. Hamma yo'llari ochiq bo'lsin. Seni ham yo'llaring ochiq bo'lsin. Eson-omon borib kelgin. Eson-omon biz ham sog' salomat mana shu yerda yuragimizni hovuchlamasdan tinchlik bilan kutib o'tiraylik. Sog' salomat borib kelgin. Yuzlaring yorug' bo'lsin, yo'llaring ravon bo'lsin. Eson-omon borib kelgin. Biz ham xotirjam o'tiraylik. Hammamiz bola chaqamiz bilan bizning baxtimizga sog' bo'lgin. Eson-omon borib kelgin. Xudo o'zing saqlagin, o'zingni panohingda bo'lsin. Yo'llaring ravon bo'lsin. O'rin balosi, suv balosi, quruq tuhmatlardan, yomon odamlardan, yomon yo'llardan, yomon odamlardan o'zi saqlasin. Xudoyim. Bo'ldi endi. Biz o'tamlar o'tiramiz, charchab ketdim. Men boradigan joyga borib kelay endi. Xudo o'zing saqla, o'zing saqla, o'zing saqla. Alloh. Bo'pti. Hech bo'lmasa bolalar bilan xayrlashib ket. Yaxshi o'tir. Yaxshi o'tir. Onasi Nima? non tishlab ketgan. Ota-bobolarimizda naql bor. Rizq qolgan joyga yana qaytib keladi degan gap. Shu bir tishlagan. Xudoyim, men urushga ketayotganim yo'q. Men bozorga borib bitta kofta olaman, qaytaman. Xudo, nima bo'lyapti o'zi sizga? Shu bozorga mashinani minib borasan-da, o'shuncha sog' salomat qaytib kelgin deb non tishlagin deyapman. Nimaga ham mashinani birinchi marta minayotganim yo'q? Pravam bor, bemalol qayta olayman. Bo'pti. Oy borib, omon qayt. Shunga shunchami? Katta o'g'ringizni olib ketaymi? Yo'q. Mayli, o'zing borib qayt. Men nima bo'lsam bo'laveray, a? Bo'pti, sen uchun mayli, o'zim tishlab qo'yaman.